Assalomu alaykum. 2025-yil 20-iyun Isroil va Eron o'rtasidagi urushning ikkinchi haftasi. Hozir birinchi haftada bo'lib o'tgan voqeliklar bilan tanishib o'tamiz. Unga ko'ra, Isroil qo'shinlari o'tgan haftada Eron hududiga bir necha bosqichli bo'lgan o'zini hujumini amalga oshirildi va Eronga qarshi urush ochganini e'lon qildi. Unga ko'ra, birinchi bosqich haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi hujumni 24 soat ichidagi eng birinchi bosqich Eronni ichidan amalga oshirildi. O'sha birinchi bosqichda eng birinchi qilingan ish Eronni harbiy texnologiyalarini cyber hack, ya'ni hack usuli amalga oshirildi. Bu usulni ko'rib o'tishimiz mumkinki, yaqinda bo'lib o'tgan o'sha Suriyada Hayat Tahrir degan terrorchi organizatsiyalar Suriya hukumatini egallagan vaqtda xuddi shu uslubda ishlatgani, ya'ni armiya bazalari o'rtasidagi bir-birini aloqasini ushlab turadigan o'sha texnologiyalarni hack bo'lgani va kommunikatsiyalar o'rtada uzilib qolgani. Mana shuni Eronda ko'rishimiz mumkinki, bazalarning ichida bir-birini bog'lab turadigan eng muhim aloqa vositalari, ya'ni pagerlar bo'lishi mumkin yoki boshqa texnologiyalar uzib tashalgani, ya'ni hack bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi bosqichda bu ham Eron ichidan birinchi bosqichni ma'lum bir kategoriyasiga kiradi. Bu ham Eron ichidan amalga oshirilgan, ya'ni dronlar orqali hujumga o'tish. Dronlar orqali hujumga o'tish hozirda ham davom etyapti. Buni Eron eng katta hozir qaratgan eng katta e'tiborni mana shu sohaga, ya'ni Eron ichidagi Tehron poytaxt va atrofdagi shaharlardagi ichki agentlarni va agentlar uchun, o'sha tashqi razvedka uchun ishlaydigan agentlarni va ular uchun ishlaydigan eronliklarni qidirish bilan ovora. Eng katta e'tiborni mana shunga qaratgan. Endi o'sha birinchi bosqichga yana qaytadigan bo'lsak, dronlar orqali air defense texnologiyalari, ya'ni havoni nazoratda ushlab turadigan, Eronni osmonda nazoratda ushlab turadigan air defense texnologiyalarini dronlar bilan yo'q qilishni boshladi. Bu hammasi Eron ichidan bo'lib turgan voqealar birinchi 24 soat ichida. Undan keyin yana xuddi mana shu dronlar orqali Eronni eng katta yuqorida generallarni o'ldirilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu ham o'sha birinchi kunga to'g'ri keladi. Atom bomba ustida ishlayotgan olimlari birinchi 24 soatda o'ldirilgan va atomli bomba stansiyalari ishlab chiqaradigan, uranium ishlab chiqaradigan bazalarni hammasini, mana shularning hammasini birinchi 24 soatda ko'rishimiz mumkinki, Isroilni razvedkasi Eron ichida turib mana shularni amalga oshirildi va osmonni nazorat qilib turadigan air defense texnologiyalari Isroil tomonidan Eron ichidan yakson qilingandan keyin, undan keyin qariyb 200 ga yaqin deydi Isroillik qiruvchi samolyotlari Eronga hujumga o'tishni boshladi. Bu hammasi birinchi 24 soatning ichida bo'lgan voqealar. 200 ga yaqin fighter jetlarni rusumlari F-16, F-17, F-18, F-35, mana bular hammasi amerikanskiy harbiy samolyotlar hisoblanadi. Bu fighter jetlar bilan Isroil Eronni eng muhim bazalariga va o'sha hukumatga tegishli bo'ladigan muhim bir nuqtalarga zarba berish bilan boshladi. Birinchi 24 soatdan keyingi bayonotda o'zi Isroil Eron ustidan g'alaba qozonganini va ko'zlangan maqsadlarni hammasi erishilganligini e'lon qilib chiqishdi. Lekin bir kutilmagan voqea bo'ldiki, birinchi 10 soatning ichida, birinchi kunni o'zidayoq o'sha Eron hack bo'lgan texnologiyalarni qaytadan ishlab chiqishi, air defense texnologiyalarini yana qaytadan ishga tushirilishi va o'zini yana o'ziga kelib ballistik missile raketalarini shay holatda kelib
qayta nima deydi javobini bera boshladi Isroilga. Buni Isroil hech kutmagan edi. Birinchi operatsiyasi judayam muvaffaqiyatli o'tgandan keyin mana shu holatda birinchi kun Isroil tomonidan bo'ldi. Keyin ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi kundan qaraydigan bo'lsak, Eron turn the tables, ya'ni o'sha urushdagi muvozanatni to'laqonli o'zini tomoniga o'tkazib oldi. Mana oxirgi bir haftani ichida ko'rishimiz mumkinki, Isroilning eng katta muhim shaharlari va poytaxtlari Tel Aviv yoki Hayfa degan shaharlarini Eron raketalar orqali, ballistik raketalar orqali, bu ballistik raketalarning ichida eng rivojlangan Eron ishlab chiqqan hypersonic havo tezligidan tez uchadigan hypersonic ballistik raketalarni otishi bilan judayam ko'p Isroilga tegishli harbiy bazalar, armiya bazalari va o'sha Mossadni headquarterlari, ya'ni zdaniyalarini va boshqa Isroilga tegishli bo'lgan nuqtalarni yakson qilishi bilan javob qaytardi. Endi oxirgi bir necha kun o'rtasida ma'lum bir videolar chiqib turibdi. Eron hujumlarini ko'rsatgan Isroilning hududiga. Lekin Isroil hukumati tomonidan shunaqa bir yangi qaror qabul qilinganki, unga ko'ra Isroilga o'sha otilayotgan raketalarni tasvirga olish yoki tushgan raketalarni tasvirga olish, ziyonlarni tasvirga olish hukumat tomonidan taqiqlab qo'yilgan. Shuning uchun ular o'sha chetdan kelgan jurnalistlarni hammasini topib, kameralarni olib o'zlarini deportatsiyaga berishgan. Mahalliy aholiga ham xuddi shunaqa ultimatum qo'yilganki, otilgan raketalar yoki tushgan raketalar, urilgan raketalar tasviri chiqmasligi to'g'risida. Lekin hozir buni ko'rib o'tishimiz mumkinki, ma'lum miqdorda baribir o'sha tasvirlar chiqib kelyapti. Bu to'la endi qisqacha ma'lumot bo'ldi birinchi haftalik haqida. Endi bu birinchi haftalik to'g'risida qisqacha ma'lumot bo'ldi. Yana shuni eslatib o'tsak bo'ladiki, ikki tomondan ham bu tan olingan xabar bo'ldiki, Eron ham, Isroil ham shu xabarni aytishdiki, bular bu urushga bir necha yil emas, balki 20, 30, 40 yildan beri tayyorlanib kelayotganini. Mana shu tomondan qaraydigan bo'lsak, bu hali beri tugamaydigan urush, balki endi boshlandi. Lekin endi boshlangan bo'lishidan qat'iy nazar o'zi Isroilni yutqizishi aniq bo'lib turibdi. Chunki Isroil hududiga qaraydigan bo'lsak, aholisiga qaraydigan bo'lsak, Erondan juda ham kichkina, aholisi soni bo'yicha ham juda ham kam. Isroilda aholi 6 million atrofida, Eronda 92 million aholisi bor. Eronni yer maydonini qaraydigan bo'lsak, Isroildan bir necha adashmasam 30 nechidir barobar katta joy hisoblanadi va asosan Eron hududlari tog'li hududlar. Bu degani o'sha ayni urushga moslashgan hudud hisoblanadi. O'sha tomondan qaraydigan bo'lsak, Eronda yaqqol ustunligi bor. Isroilning bitta yaqqol ustunligi bu Iron Dome edi. Iron Dome o'sha temir uy deymizmi, temir qalqoni, ya'ni otilgan raketalarni havoda urib tushiradigan. Lekin mana video tasmalar va ekspertlarni bergan mulohazalariga qaraydigan bo'lsak, o'zi Iron Dome o'zi raketalarni, ayniqsa hypersonic ballistik raketalarni to'xtatib qoladigan kuchga ega emasligini ko'rsak bo'ladi yaqqol. Bu degani Iron Dome useless-da, ishlamaydi. Raketalarni bari urib tushira olmaydi. Keyin yana o'sha oldingi mavzuga qaytadigan bo'lsak, bu urushga bu ikki davlat uzoq muddatdan beri tayyorlanib kelayotganini, Eron o'zining hududi o'sha poytaxt Tehronning ichidagi naqalarni maxsus razvedka xizmatlari, chet ellik maxsus razvedka
xizmatlari asosan o'sha Mossad va Mossadga tegishli bo'lgan eronliklarni ushlagan vaqti, ularni o'sha televideniyega qo'yib gapirtirgan vaqti ular aytishdiki, o'sha eronliklarni ichi ham bor buni ichida. Bularni ichida eronliklarni o'sha razvedkalar, maxsus razvedkalar ishlaydigan eronliklar bu operatsiya uchun biza o'sha 10 yildan beri tayyorlanib yuribmiz degan gaplarni aytishdi. Ko'rib o'tishimiz mumkinki, o'sha mahalliy aholini ichidan topgan vaqti josuslarni ma'lum bir klinikalar ochishgan, maktablar ochishgan yoki qanaqadir magazinlar ochib, o'shani podvallarida dron texnologiyalarini ustiga ishlab, yuzlab va minglab dronlarni ishlab, mana shu operatsiya uchun yillar davomida tayyorlanib yurishgan. Hozirda ham Eronni eng katta nima deydi, qiladigan ishlaridan bittasi va qilayotgan ishlaridan bittasi mana shu naqa josuslarni topish bilan bog'liqdir. Chunki Eron yana o'zini osmonda havo nazoratini qo'lga olgandan keyin o'sha Isroil fighter jetlari Eron hududiga yaqinlashishga nima deydi, yaqinlasha olmayapti. Chunki o'sha air defense systems fighter jetlarni urib tushirish qobiliyatiga ega. Ko'rishimiz mumkinki, eng katta talofat Eron ichkarisidan o'zidan kelyapti, ya'ni o'sha dronlar orqali. Bu nima deydi, urushni yutib chiqadigan taktika emas, lekin xalqni nazoratini yo'qotadigan, xalqni vahimaga soladigan taktika deb qarasak bo'ladi. Chunki o'sha mana car bombing, mashinalarni portlab ketishi yoki o'sha dronlarni uchirib ma'lum bir yuqoridagi generallarni, davlat uchun ishlaydigan olimlarni, mana shularni o'ldirilishi, bular hammasi Eron ichidan qilinyapti va xalqni qanaqadir sarosimaga, vahimaga solib qo'yapti. Lekin bu, shuni ta'kidlab o'tish kerakki, urushda yutib chiqadigan naqa emas, usul emas. Bu faqat the act of terror, ya'ni xalqni qo'rqitish, vasvasaga solish usuligina xolos. Ikkinchi hafta, hozir urushning ikkinchi haftasiga kirildi. Endi buni tahlilni qiladigan bo'lsak, hozirda Isroilni o'sha hukumatning tepasida turgan mana Mossad razvedkasini kattakoni Ben Gavir, keyin o'zi Netanyahu bosh vaziri va hammasi o'zi aytib chiqyaptiki, biz Amerikani bu urushga olib kirishimiz kerak deb. Chunki o'zi u aniqki, o'zi hozirgi natijalarga qaraydigan bo'lsak ham, Isroil juda ham katta, Isroilga yetarlicha talofat yetkazib, Isroil o'zi bu urushda yutqizdi hisob. Endi yagona yo'l bu urushdan Isroilni chiqib ketishi, Amerikani bu urushga olib kirishi bo'ladi. Keyingi videoda esa Amerika nimaga urushga kirishdan nima deydi, hadiksirab turibdi. Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Amerika urushga kirsa nima bo'ladi, kirmasa nima bo'ladi? Mana buni tahlilini keyingi videoda ko'rishingiz mumkin.